Dünya Uyghur Qurultayı dunyoga kelganligining 20 yilligini xatirlash faoliyatlarining bir muhim mazmuni sifatida 4 may kuni Sharqi Turkistonning mustamlika qilinishiga xalqaro qonunlar asosida qarab chiqish temasida maxsus doklad berish yig'ini uyushtirildi. Bu doklad hamda uningga aloqador masalalar to'g'risida oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayining ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat apandi yig'in ahliga qisqacha tushuncha berdi. The World Youth Congress to start a project to know what is the legal situation of East Turkestan. Uning bayon qilishicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarning zaminini 1949 yil ishg'ol qilgandan buyon hozirgacha Uyg'urlarni yo'qotishni maqsad qilgan turli siyosatlarni yurgizib kelgan. Shunga Uyg'urlar masalasi faqatla bir kishilik huquq masalasi bo'lmasdan, yana o'z navbatida bir milliy masala hisoblanadi. U mush ahvollarni eskartib, buni xalqaro jamoatga texmi yaxshi tonutish hamda har qaysi davlatlarni qoyil qilish maqsadida Uyg'urlar Sharqi Turkiston deb ataydigan bu zaminning hozirgi vaziyatiga, jumladan Xitoy hukumatining bu yerdagi mavjudligiga xalqaro qonunlar asosida baho berish uchun mushundaq bir tadqiqot turini boshladik dedi. Shundaqla bu vaqtdagi ahvollar to'g'risida texmo tafsiliy ma'lumot berishga Michael Van Walt apandini munbarga taklif qildi. Michael Van Walt apandi ko'pga tanilgan xalqaro kishilik huquq advokati va tadqiqotchi bo'lib, sabdoshlari bilan bu tadqiqot turini ustiga olgan. O'tgan 2 yildan buyon Uyg'urlarning zamin masalasini tadqiq qilgan. As you've just heard from the introduction, we have been working, and that is my colleague Meek Boltis and myself, we have been working for the past few years doing research. Who ruled Eastern Turkestan? U sözdə bu vaqtda to'xtalib, bu jarayonda Sharqi Turkistonning o'tgan 2000 yildan buyon kimlar tarafidan idora qilinganligiga qarab chiqdik. Shundaqla yolg'iz Uyg'ur emas, balki Xitoylar yashayotgan va bugun Xitoy Xalq Jumhuriyati deb bilinadigan bu zaminni kimlarning idora qilganligidek tarixiy faktlarga qarab chiqdik. Mana bu yo'sinda mustamlikchilik hukmi va uning tarixdagi o'rnaklariga qarab chiqish hamda xalqaro qonunlarni tatbiqlash asosida Sharqi Turkiston zaminining hozirgi holatiga baho berdik dedi. When we talk about the Han homeland, it does not imply a political entity, a state. Michael Van Walt sözüdə tarixdagi Xitoy hukmi va Xitoydan iborat bu so'zga millat, territoriya va hukumat nuqtasidan izohat berib, uni tafsiliy tushuntirdi. Shuningdek, bu vaqtdagi ba'zi xulosa xarakterlik bayonlarni o'qib o'tdi. Shu qatorda o'zlari yakunlab chiqqan Sharqi Turkiston zamini qadimdan tortib Xitoyning bir qismi yoki Xitoy davlatining bir qismi deydigan fikr butunlay xato. Tarixdan beri izchil davomlashib kelgan va bugungi Xitoy Xalq Jumhuriyatiga tutishadigan bir Xitoy, ya'ni Han davlati bo'lib baxmagan. Qing imperiyasi Xitoy davlati emas. 1912-yili Xitoy Jumhuriyati qurilganga qadar bo'lgan 2,5 asrda Xitoy davlati bo'lib baxmagan. Faraz qilinganning aksicha Xitoy Xalq Jumhuriyati o'xshash bir zaminni farqli ism bilan egallagan va uni davomlashtirgan emas deganlarni ayrim nuqtalar bo'yicha sharhlab chiqdi. States or empires that existed in the past, because they're not the same. They're distinct, they're different in terms of territory, they're different in terms of... U bu jihatdagi tadqiqotlarning bundan keyin davomlashadiganligini eskartib, bizning qo'limizda Uyg'urlar va Sharqi Turkistondagi Qozoq qatorliq boshqa millatlarni mustamlikchilikning qurbonlari deb qarashga yetarli isbot bor dedi. Allows us to state with confidence, and that's really the finding that I want to present to you today, or at least a portion of it, is that East Turkestan today is under Chinese colonial rule. Yig'in oxirida u har soha kishilarning bu tema haqidagi savollariga javob berdi. Uning doklati hamda uning o'tirg'a qo'yilgan xulosa bayonlari, shuningdek bu vaqtdagi izoh xarakterlik bayonotlar yig'in ahlining kuchli diqqatini qo'zg'adi.
Michael Von Walt әпәнди radiomuzning maxsus ziyoratini qabul qilib, bu vaqtdagi bir qism savollarimizga javob berdi. Biz keyingi programmalarimizda bu haqda davomli ma'lumot beramiz.